Mehmet Qoraxonli ushbu obraz kurdlar vadiy serialida oddiy mafiya yetakchisi sifatida ko'rsatilmaydi. U Turkiya siyosiy xavfsizlik tizimining murakkab va ko'p qatlamli konfiguratsiyasining timsoli sifatida shakllantirilgan. U baron maqomida rasmiy lavozimga ega bo'lmagan holda strategik qarorlar oqimini nazorat qiluvchi norasmiy markaz sifatida aks ettiriladi. Serial dramaturgiyasi orqali Qoraxonli individual qahramon darajasidan ko'tarilib, 1960-2000-yillar oralig'ida Turkiyada shakllangan siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik jarayonlarining badiiy umumlashmasi sifatida talqin qilinadi. Uning faoliyati tarixiy kontekst bilan uzviy bog'liq bo'lib, harbiy aralashuvlar, sovuq urush davridagi razvedka hamkorliklari va 1980-yildan keyingi markazlashgan milliy xavfsizlik tizimining kuchayish fonida shakllangan. Ayniqsa MITning strategik roli NATO va Rossiya bilan hamkorlik orqali Turkiya siyosiy tizimidagi qaror qabul qilish mexanizmlari mustahkamlangan. 1996-yilda sodir bo'lgan Susurluk skandali davlat, xavfsizlik va jinoiy guruhlar o'rtasidagi yashirin aloqalarni ochiq fosh qilgan. Avtohalokatda siyosatchi, politsiya rasmiysi va qidiruvdagi jinoyatchi bir avtomobilda halok bo'lishi norasmiy kuchlar va rasmiy institutlar o'rtasidagi funksional bog'liqlikni aniq ko'rsatdi. Qoraxonli obrazida ushbu murakkab tarmoqning yuqori koordinatsion nuqtasi sifatida aks ettiriladi. U banklar, xoldinglar va moliyaviy resurslar orqali qarorlar oqimini nazorat qiladi, strategik muvozanatni belgilaydi va siyosiy, iqtisodiy hamda xavfsizlik mexanizmlarini birlashtiradi. Serial Qoraxonlikni milliy kontekst bilan cheklamay, global siyosiy maydonda ham namoyon qiladi. Turkiyaning sovuq urush davrida g'arb xavfsizlik tizimi bilan integratsiyalashgan strategiyasi, NATO majburiyatlari va Rossiya bilan operativ hamkorligi uning obrazida dramatik tarzda aks etadi. Shu tariqa u ichki va tashqi siyosiy jarayonlarning kesishgan nuqtasida strategik sifatida gavdalanadi. Qarorlar oqimini boshqaruvchi figura sifatida esa tomoshabinga taqdim etiladi. U orqali serial Turkiya siyosatining ko'p darajali tabiati, rasmiy institutlar bilan bir qatorda norasmiy ta'sir tarmoqlari ham qaror jarayoniga ta'sir ko'rsatishini namoyon qiladi. Shu bilan birga u tarixiy voqealar, yopiq kelishuvlar va ichki muvozanatni saqlash mexanizmini dramatik ramz sifatida ochib beradi. Turkiya siyosatining murakkab, ba'zan kontradiktor qatlamlarini global auditoriyaga yetkazadi.